Assalomu alaykum. Hormaydi. Va alaykum assalom. Nima ish ekan aka? Nima ish ekan? Hojatxonada turba yorilib ketgan. O'shani tozalash kerak. Necha pul beryapsiz? 200 ming. Ustimizdan kulyapti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shuni 300 ming qilib bera olmaysizmi? Nimaga hojatxona tozalashga ham rozi bo'ldingiz? Pul kerak aka. 3 ta bolam bor. Ijarada yashayman. 3-farzandim nogiron tug'ilgan. Ayolim bechora ertalabdan kechgacha shu farzandlarim bilan doktor yuradi. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring aka. Shu qora ko'zlarim oldiga qanaqa qilib quruq qo'l bilan kirishim mumkin? G'ururga qorin to'yg'izib bo'lmayapti. Oling. Yo'q aka, ololmayman. Bu ko'p-ku. Oling. Nimaga? Ish qilmadim-ku hali. Aslida hech qanaqa ish yo'q edi. Men ehson qilmoqchi bo'lgan pullarim bor edi. Haqiqiy muhtoj odam qidirib yurgandim. Mana endi topdim. Sizga o'xshagan ish arzon, g'ururi qimmat insonlar ko'paysin. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling.